Davom etamiz do'stlar. Biz 4-masalaga kelgandik. Masalan, shartini ko'rib turibsizlar. Birinchi rasmdagi A zaryadga ta'sir qiluvchi natijaviy Fa ga, ikkinchi rasmdagi B zaryadga ta'sir qiluvchi natijaviy kuch esa Fb ga teng. Xullas kalom, ikkalasi kuchlarni nisbatini so'rayapti bizdan. Ishlashimiz kerak shu masalani. Nima qilishimiz kerak? Qaranglar birinchi. E'tibor bersalaring. Mana bu hozir birinchi rasmdagi nimani, birinchi Fa kuch topamiz o'zi nimaga teng, qanaqa bo'ladi. Xo'p, e'tibor bersalaring, mana bu musbat, mana bu ham musbat, to'g'rimi? Ikkalasi ham musbat bo'lgandan keyin, xo'p, nima bo'ladi? Xo'p, mana bu A nuqtadagi zaryadni, mana bu musbat zaryadni mana bu tarafga noto'g'ri tuzishadimi? Xo'p, mana bu tarafga nima qiladi? Xullas kalom, e'tibor bersalaring, mana shu chiziq bo'ylab, mana shu chiziq bo'ylab bu yoqqa qanaqadir F1 kuch bilan itaradi. Endi qaranglar, mana bu ham musbat, bu ham musbat. Bu musbat zaryadimiz 2 q zaryadni bu yoqqa qarab qanaqadir F2 kuch bilan nima qiladi? Itaradi, to'g'rimi? Endi qaranglar. Hop, mana bu burchagimiz 30 gradus ekan, bu burchagimiz 30 gradus ekan. Uch burchakni ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lish kerak. O'shani hisobidan mana bu burchak necha bo'lish kerak? Bu burchagimiz hozir 120 gradus bo'lish kerak, to'g'rimi? Endi qaranglar, mana bu burchak bilan mana maytdagi burchak qanday burchak o'zaro? O'zaro vertikal burchak. Shuning uchun maytdagi burchaklaringdan 120 gradus bo'ladi. Ya'ni qaranglar, bizda ikkita kuch bor. Xo'p, ikkita kuch bor. Ya'ni bittasi F1, bittasi F2. Endi xo'p, bittasi F1, bittasi F2. Endi shunaqa holatda turibdi. Ular orasidagi burchak 120 gradus. Endi natijaviy kuchni topishimiz kerak. Natijaviy kuchni topish uchun F natijaviy teng nima qilasizlar? Ildiz ostida F2 buni. F1 ning kvadratiga qo'shamiz F2 ning kvadratini plyusdan ikkita F1 F2 ko'paytirilgan kosinus 120 gradus. Tamom. Mana shunga qo'yib turib, hop, hisoblaysizlar. Mana shu yerdan nima chiqadi? 2 q zaryadga ta'sir qilayotgan natijaviy kuch, ya'ni natijaviy kuchimiz Fa. O'sha Fa kuch kelib chiqadi. Endi qaranglar, F1 o'zi nimaga teng? F1 bilan F2 o'zaro bir-biriga teng. Chunki e'tibor bersiz, masofalar ham bir xil A, bitta ham A, zaryadlar ham bir xil, plus q. Maytdagi zaryadimiz ham 2 q. Endi formula quyidagicha: k ko'paytirilgan, hop, q ko'paytirilgan 2 q taqsim orasidagi masofa r ning kvadrati bo'ladi. O'sha rimiz bitta a ga teng ekan. Shuning uchun a kvadrat bo'lib qoladi. Mana shunga qo'yasizlar. Ular keyin mana shuni hisoblab chiqasizlar. Buni hisoblab chiqsalaring, adashmasam nima chiqadi? Hozir kosinus 120 gradusda -1 taqsim 2 ga teng. Shuning uchun bitta hozir F1 ni F1 bas, endi F1 yoki F2 hozir bir-biriga teng-ku. Bu ham bo'lsa qanaqadir F ga teng bo'lsa, hop, F kvadrat plyusdan F kvadrat plus minus F kvadrat bo'lib qoladi. Bittasi qisqarib, bitta F o'zi chiqadi. Ya'ni bu ham bo'lsa o'sha k 2 q kvadrat taqsim a kvadrat chiqadi. Hisoblasalaring. O'zlaring haligi nima qilib hisoblaysizlar endi buni alohida chiroyli qilib hisoblab chiqasizlar. Hop, men endi shartga chop kelib qo'ydim. Ya'ni o'zlaring hisob kitob qilib qo'yasizlar. Xullas shunaqa chiqadi. Endi keyingi rasmga o'tamiz. Qarasalaring, bu rasmimizda hop, B nuqtadagi zaryadga ta'sir qilayotgan kuchlarni chizaman. Bu ham musbat ekan, bu ham musbat ekan. Musbatni mana shu yo'nalishda nima qiladi? Qanaqadir F1 kuch bilan itaradi. Buni ham endi qaranglar, buni F1 qilmaylik. Hop, buni F misol 3 qilib qo'yamiz. Endi narigindan farqli bo'lishi uchun. F3 kuch bilan itaradi. Endi qaranglar, mana bu zaryadimiz manfiy, mana bu zaryadimiz musbat. Ras. Hayajonlanib ketyapman. Anchadan beri nima qilganim yo'qligi uchun ancha ozgina e'tibor qilmaysizlar endi. Xullas kelam. Musbat manfiyni nima qiladi xullas? O'ziga tortadi, to'g'rimi? Qanaqadir bir mana shu yo'nalishda F4 kuch bilan tortadi. Endi qaranglar, mana bu burchak 60 gradus, mana bu burchak 60 gradus. Ya'ni bu muntazam uch burchak ekan, o'zi ko'rinib turibdi, to'g'rimi? 60 gradus bo'lsa, o'zi mana shu polniy burchagimiz, tekisligimiz 180. O'shani hisobidan mana bu burchak necha bo'lib qoladi? 120 gradus bo'lib qoladi. Bizda ikkita kuch bor. Mana shunday. Bittasi F3, bittasi F4. Orasidagi burchak 120 gradus. Bittagi natijaviy kuch topamiz. O'sha natijaviy kuchimiz o'sha FB kuchga teng bo'lib qoladi-da, o'sha FB. Teng bo'lib qoladi. Ildiz ostida qaranglar. F3 ning kvadrati plyusdan F4 ning kvadrati plyusdan 2F3 F4 ko'paytirilgan kosinus 120 gradus. Tamom. Mana shundan chiqadi. Ya'ni bu yerda F3 kuch bilan qaranglarda F4 kuchimiz bir-biriga teng.
Chunki zaryadlar miqdori bir xil, orasidagi masofa ham bir xil. Bu ham bo'lsa k ko'paytirilgan q taqsim orasidagi masofa a ning nimasi kvadrati. Tamom. Mana shu yerdan topasizlar f b kuchini. F b kuchini topsalaring, ular topib turib fa kuchga nima qilasizlar, bo'lib qo'ysalaring, masala hal bo'ladi. Menimcha tushundilaring degan umiddaman. Agar shunda ham tushunmagan bo'lsalaring, agar so'rasalaring keyin yana ishlab beraman-da. Xo'p. Keyingisi. Rasmdagi plus q va minus 4q zaryadlar orasidagi o'zaro ta'sir kuchi f ga teng. Plus q zaryadga ta'sir qilayotgan natijaviy kuchni aniqlang debdi. 4-rasm. Qaranglar. Plus q va minus 4q zaryadlar orasidagi o'zaro ta'sir kuchi. Plus q va minus 4q. Mana plus q zaryadimiz bu, minus 4q zaryadimiz bu. Ashlar orasidagi ta'sirlash kuchi f ekan. Ya'ni bu f kuchini topishni o'zi nima qilamiz? K ko'paytirilgan hop plus q ko'paytirilgan minus 4q modullaganimizda o'sha 4q bo'lib qoladi. 4q taqsim orasidagi masofa. Orasidagi masofa 2r ekan. Shuni kvadrati. 4r kvadrat. Bu narsamiz nimaga teng bo'lib qoladi? K q kvadrat taqsim r kvadrat. Xullas kelam mana shu narsa f ga teng ekanda. Hop shuni topib oldik. Endi qaranglar. F ga teng plus q zaryadga ta'sir qilayotgan natijaviy kuchini toping deyapti. Nima qilamiz? Natijaviy kuchni topish uchun qaranglar endi. E'tibor bersalaring, endi mana shu zaryadga plus q zaryadga ta'sir qilayotgan polniy zaryadlarni ta'sir kuchini topishimiz kerak. Buning uchun har bittasi bilan ta'sirlashtirib chiqamiz. Hop, qaranglar. Plus 3q zaryadimiz, plus q zaryadni mana shu yo'nalishda, mana nomerlab chiqay birinchi. Mana bu birinchi zaryad, mana bu ikkinchi zaryad, mana bu uchinchi zaryad. Xullas kalom, birinchi zaryadimiz plus 3q zaryadimiz, plus q zaryadni mana shu yo'nalishda qanaqadir f1 kuch bilan nima qiladi? Itaradi, to'g'rimi? To'g'ri, chunki musbatni o'zidan uzoqlashtirishga harakat qiladi. Endi qaranglar, f2 ikkinchi zaryadimiz nima bo'ladi? Ikkinchi zaryadimiz ham bu ham musbat ekan, bu ham musbat. Musbatni yana o'zidan nima qiladi? Uzoqlashtiradi. Ya'ni mana shu yo'nalishda, ya'ni o'ng tarafga qarab itaradi. Bu f2 kuchimiz. Endi qaranglar, 3-zaryad. Minus 4q manfiy zaryad musbat zaryadni o'ziga nima qiladi? Tortadi. Ya'ni mana shu yo'nalishda qandaydirki f3 kuch bilan o'ziga tortadi. Endi qaranglar, natijaviy kuchlar nima bo'ladi? Hozir ikkita o'qda, ya'ni kuchlar paydo bo'lib qoldi. Ya'ni mana bunday bo'lib qolyapti. Bunday olib qaraganimizda mana shu yo'nalishda f2, mana bu yo'nalishda bittasi f3, bittasi f1. Xo'p, kuchlar ikki xil yo'nalishda bo'lib qolsa, ya'ni vektorlar nima qilardik? Birinchi bitta o'qdagini ishlaymiz. Ya'ni bu o'qdagi kuchlar nima bo'ladi? Qo'shiladi. Ya'ni qo'shilganda qanaqadir bir e'tibor bersangiz, albatta f3 plusdan f1 degan kuch paydo bo'lib qoladi. Keyin mana bu yo'nalishdachi, mana bu yo'nalishda faqat f2 kuch bor. Endi bu ikkala kuch bir-biriga qanday turibdi? Perpendikulyar. Endi biz bularning natijavisini topish uchun mana bunday chiziqlar chizib olardik. Hop, ikkalasi kesishgan nuqtasiga mana bu nuqtadan nima o'tkazardik? To'g'ri chiziq o'tkazamiz. Ya'ni vektor ko'rinishda nima o'tkazardik? Chiziq o'tkazardik. Bu natijaviy kuch bo'lardi. Natijaviy kuchimiz hozir bu yerda nimaga teng bo'ladi? Ilzosda f3 plusdan f1 ning qavs kvadrati plusdan f2 ning nimasi? Kvadrati bo'lib qoladimi, to'g'rimi? Mana shunga qo'yib hisoblashimiz kerak. Endi men sizlarga oxirigacha hisoblab bermayman. Hop, sizlarga mayli nima qilib beraman? f3 nimaga teng? f1 nimaga teng? f2 nimaga teng? Shularni yozib beraman. Qaranglar, f3 kuchimiz. Hop, birinchi f1 dan ketaylik. f1 kuchimiz nimaga teng? f1 kuchimiz, xullas kalom, birinchi zaryad bilan mana bu q zaryadning ta'sirlashishi, ya'ni k ko'paytirilgan, hop 3q ko'paytirilgan q taqsim orasidagi masofa qarasalaring r ekan, to'g'rimi? Ya'ni r ning kvadrati. Hop, keyingisi f2 kuchimiz. f2 kuchi nimaga teng? Mana bu 12q zaryad bilan q zaryadi ta'sirlash kuchi k ko'paytirilgan 12q ko'paytirilgan q taqsim orasidagi masofa qarasangiz 2r ekan. 2r ning kvadrati, ya'ni 4r kvadrat. Endi uchinchi kuchimiz f3. f3 kuchimiz o'zi buni bergan edi, to'g'rimi? Ya'ni buni ham yana bir marta yozib qoramiz. Ya'ni q zaryad bilan minus 4q zaryad ta'sirlash kuchi k ko'paytirilgan, xullas kalom, nima bo'ladi? 4q ko'paytirilgan q taqsim orasidagi masofa 2r ning kvadrati, ya'ni 4r kvadrat. Qarasalaring, aytda to'rtlar qisqarib ketadi-da. Biz yozdikki k q kvadrat taqsim r kvadratimiz o'zi f ga teng ekan. Ya'ni f3 kuchlari f ga teng ekan. Endi qaranglar, mana bu yerda e'tibor bersalaring, k q kvadrat taqsim r kvadrat ko'paygan 3. Ya'ni mana bu f1 kuchlaring 3 ta f ga teng bo'lib qoladi. f2 kuchlaring bo'lsa, f2 kuchlaring nima bo'lib qoladi?
mana bu 12 bilan 4 qisqarsa 3 bo'ladi. K q kvadrat taqsim r kvadrat bu ham 3 ta f ga teng bo'lib qoladi. Endi qaranglar. Hop, f3 ga f1 ni qo'shganimiz. f3 ga f1 ni qo'shganimiz, qani f3 f ga teng ekan. f1 imiz 3f ga teng ekan. Qo'shsak 4f bo'ladi. 4f kvadrati 16f kvadrat plyusdan f2laring 3f kvadrat, ya'ni 3f ni qavs kvadrat bo'lsa 16f ning kvadrati, mana iltizosda 16f ning kvadrati plyusdan 9f ning kvadrati. Buni qo'shsak 25f kvadrat. Bu ham bo'lsa 5f chiqadi. Tamom, ya'ni f bilan ifodalash kerak edi javobda. Shuning uchun ham yerda f qilib bergan boshida. Shunga e'tibor bersalaring bo'ldi. Tamom. Masalamiz hal bo'ldi. Buni oxirgacha o'zim ishlab berdim. Xo'p, shundaylar degan bittaman. Tushunmagan bo'lsalaring so'raysizlar. Xo'p, video yoqqan bo'lsa deymi? Yoqqan bo'lsa ham, yoqmagan bo'lsa ham like bosib qo'yinglar YouTube'ga kirib. Sizlardan nima ketdi, to'g'rimi? Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.